Yengichilar doimli yolg'iz qoldi degan bir kitobda mundaq bir ikki personaj bor. Igor va Iva. Ikkalasi rossiyalik. Igor kim deganda, Igor yosh vaqtida askarlik tugan, keyin askarlikdan qaytib kelgandan keyin Ivani yaxshi ko'rib qilib, Iva to'y qilish taklifini qo'ydi. Ammo Iva Igorning taklifini rad qildi. Va mundaq deydi. Har bir odam o'zining dunyosida yashaydi deydi. U o'zining kallasidagi dunyoni keyin reallikda barpo qildi deydi. Agar siz hozir yashayotgan mush dunyosingizda yashsangiz, mush dunyosingiz bilan men bilan keyin uy tutmoqchi bo'lsangiz, to'y qilmoqchi bo'lsangiz, biz cho'qim mag'lub bo'lmaymiz. Agar siz meni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, siz hozir yashayotgan mush dunyosingizni yo'q qiling, ya'ni vayron qilib etgandan keyin boshqa bir dunyoni shakllantira olsangiz kallangizda. Ondan men sizlarni to'y qilman dedi. Igor bu gap intayin ta'sir qilib, keyin bu intayin tirishib bir cho'ng aloqa shirkatining bosh lideri bo'lib ketdi. Bu nimani tushuntiryapti degan vaqtda amaliyotda dunyoda qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo mavjud. Qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo mavjud. Agar bir odam o'lsa, bir dunyo o'ladi degan gap. Chunki uning hissiyoti, dunyo ko'z qarashi, beshdan kechirgan aslimalar hammasi tugaydi degan gap. Demak, insonning ikki dunyosi bo'ladi. Birisi ichki dunyosi. Yani birisi tashqi dunyosi. İchki dunyo sabab, tashqi dunyo natija. Agar biz tashqi dunyoni, ya'ni realligimiz demakchi, o'zgartmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib cho'qim ichki dunyoni o'zgartirish kerak. Agar ichki dunyoni o'zgartmay turib tashqi dunyoni o'zgartaman desa, bu 100% mag'lub bo'lgan gap. Bu mag'lubiyat nimaga boshlab bordi deganda, norozilikqa, qaqshashqa, tushkunlikka, umidsizlikka boshlab bordi. Nurg'un odamlar bu nuqtada qaqamagan. Shunga ichki dunyoning o'zgarishi bu intayin muhim. Unda ichki dunyo degan zot nima? Ichki dunyo nimani ko'rsatadi? Tashqi dunyochi. Ichki dunyo deganimiz dal bizning ko'z qarashimizni bildirdi. Nimaga bo'lgan ko'z qarashimiz? Birisi biz ko'rib turayotgan tashqi dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz. O'xshash bir shaharda yashayotgan yoki o'xshash bir davlatda yashayotgan odamlar o'zi yashayotgan shahar yoki o'zi yashayotgan davlat yoki o'zi yashayotgan dunyoga har xil ko'z qarash bo'ldi. Ya'ni tashqi dunyoga ko'z qarash. Ikkinchisi bo'lsa boshqalarga bo'lgan ko'z qarash. Odamlar kishilar nima deb o'ylaydi? Ba'zidamlar odamlar razil deb o'ylaydi. Ba'zidamlar odamlar yaxshi deb o'ylaydi. Ba'zidamlar yaxshi odam bor, yomon odam bor deydi. Ba'zidamlar hamma odamning asli moyit oq ko'ngil deydi. Ba'zidamlar hamma odam shaxsiyat deydi. Demak, bizning kishilarga bo'lgan ko'z qarashimiz. Üçüncüsü en muhimi, o'ziga bo'lgan ko'z qarash. Odam o'zini zor nima deb o'ylaydi? U dunyoda ham narsga arziyman deb o'ylamdi. Yoki men hech nimaga arzimayman deb o'ylamdi. Yoki men xato tug'ilib qolgan deb o'ylamdi. Yoki men tug'ilmasligim kerakdi deb o'ylamdi. Yoki men buni qila olmayman deb o'ylamdi. Yoki men buni qila olmayman deb o'ylamdi. Onun boshqa ichki dunyo nimani ko'rsatdi deganda sizlarning xushalliqqa bo'lgan, baxtga bo'lgan ko'z qarashinglar, muhabbatga bo'lgan ko'z qarashinglar, pulga bo'lgan ko'z qarashinglar. Demak, mush ko'z qarashlarning hammasi ongsiz holda odamning nimasini keltirib chiqardi bo'lsa, tashqi realligini. Ya'ni biz buni tashqi dunyo deymiz, tashqi reallik deymiz, tashqi dunyoni ko'rsatdi. Men nurg'un odamlarni ko'rdim. Ular garchi pul tepish uchun tirishayotgan bo'lsa-mu, ammo ichki dunyosida pulni nachar deb o'ylaydi. Ya'ni pulni ko'zga ilmaydi. Unda esa bir pulni ko'zga ilmagan odam kelib aytganda, pulni ko'zga ilmaydi. Agar siz pulga hurmat bildirgan vaqtingizda pulni sizga hurmat bildirdi. Nurg'un odamlarda buni bo'lgan ko'z qarash xato bo'lib qolgan. Demak, ichki dunyo degan nima esa, men bayatın degan narsalarga bo'lgan ko'z qarash. Tashqi dunyochi bo'lsa, o'zining shu tashqi reallik. Shunga birinchi o'ylab biz nimani o'zgartirmizsa, ichki dunyo. Mana psixologiyadan iborat bu fan dal bizning ichki dunyosimiz, ya'ni bizning nurg'un masalaga bo'lgan ko'z qarashimizni o'zgartirdi. Shu birli o'zgargan vaqtda tashqi reallikda o'zgarish bo'ldi.